Ko'pchilik gijja parazitlardan qiynalib yuribdi. Nima qilsak bo'ladi? Yosh bolalarga gijjasini qanday tushirsak bo'ladi deganlar uchun biz o'zimizni mesni oshqovoq yong'ini chaqib qo'yganmiz. Mana shulardan har kuni 5 ta donadan har ertalab och qoringa bersangiz bolalarga gijja parazitlarini xudo xolasa 3 kun davomida yo'qib tashlashga xususiyatiga ega. O'zimizni mesni oshqovoq, bu Xitoyniki emas, o'zimizni mesni oshqovoq. Buni katta yoshdagi odamlarga ham bersa bo'ladi. Ko'pchilik prostata muammosidan qiynalib yuribdi. Ana shuni 10 ta donadan ertalab maydalab asalga qo'shib yesangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz o'zini yesangiz ham bo'ladi. Biz shuni yog'ini tabiiy juvozda chiqarganmiz. Buni har ertalab bir chang loshkadan bolalarga bersangiz ham bo'ladi. Katta yoshdagi odamlar ham ichsa bo'ladi. Prostata muammosidan, peshob yo'llari shamollashga baland bo'lsa, mana shu narsa foyda beradi, xudo xolasa. Yosh bolalarga bersangiz ham bo'ladi. Ozgina berasiz, ko'p emas. Yarim chang loshka bersangiz ham bo'ladi.